Assalomu alaykum. Hakim avtoservis jamoasi kuzatuvchilari. Spark Baka o'yini. Mana kirishkasini almashtirish hammaga doim qiyinchilik tug'diradi, chunki bunaqangi metrga bosadigan katta prujinasi bor. Ham bosish kerak, ham aylantirish kerak. O'shanga mana bunaqa narsa yasab olganman men. Shuni sizlarga ulashim kelib ketdi. Kattasi mana bu Nexia'ni vilkasini bolti 22 bolti. Mana bitta simsavarga qo'yib olganman. Chotki maza qiladi. Mana endi bu ruchkasi bu. Qo'lga botmasligi uchun bunaqa narsa yopishtirib olganman. Bo'ldi akalar, shu bilan bemalol shunday bosib turib bitta aylantirasizlar. Bu haligi burchagidan nima yerdan bosiladida bu? Mana shu yerdan tiq turib aylantirish kerak bo'ladi. Asl tor, ham og'ir, qattiq kuch bilan aylantirish kerak. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha hozir yana bir ko'rsatib boraman. Kuzatishda davom etinglar. İnternette yüzdiriş yerinde. Mana. To'liq tushish kerak, lekin to'liq tushmasa 1-2 aylantirganda o'taveradi. To'liq tushgandan keyin mana unda bir ishlatib ko'rasizlar, yaqqa-yaqqa qilib ko'rasizlar. Mana tor joylari uchun bu qanday ko'rinmaydi, yarim. Ishlab chiqarish qiyin emas, chiqarib sug'urib aylantirish qiyin. Motorni chiqarish uchun buni tozalab olish kerak. Bu zangini yo'qotib olish kerak.